Sizlarni bilmadim-ku, mani xayolimdagi shirinlik aynan shunaqa bo'ladi. Shokoladniy sochniy biskvit midangizga umuman tegmaydigan ko'pgina chiz krem ustiga bo'lsa achchiqqina shokoladli ganash qo'yilgan. Maslaga retseptini qoldirgunimgacha zerikmaslik uchun like bosib, kommentga rahmatinglarni yozib turinglar. Idishga 3 ta tuxumni oq va sarg'in birgalikda solasiz, chimdim tuz solib miksirlashni boshlaysiz. Yarim stakan shakari ozgina-ozginadan solib, oppoq quyuqqina massa bo'lgungacha ko'pirtirasiz. 2 osh qoshiq hidsiz o'simlik yog'ini solamiz. Quruq masalliqlarimizni elakdan 2 ga bo'lib o'tkazamiz. Tepadan pastga sekinlik bilan aralashtirib, qolipga solib pishirish uchun yuboramiz. Eng mazali krem uchun muzdekina tvorojniy sir ustiga molokoni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan qaymoqni solib qattiq krem bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Ishoning, bu hayotingizdagi eng mazali krem bo'ladi. Biskvitimizni ustidagi qavatini pichoqda qirib olib tashlaymiz, teng 2 qismga bo'lamiz va achchiqqina kofe bilan propitka qilamiz. Yana sochniy bo'ladi. Kremimizni yarmidan ko'prog'ini ichiga ishlatamiz. Qolganini bo'lsa ustiga tekislab, xolodilnikka 2 soatga yuboramiz. Ustini bezatish xohishga ko'ra, men achchiqqina shokolad qaymoq bilan eritib qo'yib chiqdim. Bu bilan juda ham mazali. Siz ham bir marta bo'lsa ham shu usulda bu tortni tayyorlab ko'ring. Sizning xayolingizda aniq o'g'irlaydi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.